Mana kerakli ma'lumot beraman. Mana fuqaro 8 ta fuqaro ulangan shu yerdan internet. Yozda mana kabel magistral kabel hisoblanadi. Yozda kabel tarrang tortilib turadi, issiqda ya'ni. Qishda kabel naborot sovuqda tortiladi. Mana men moylari mana. Kabelni moyi mana shu yerdan zo'riqishdan chiqib ketadi. Mana bunisida ham bor. Keyin mana kabellar ichida mana 8 ta jilas bor mana, ko'rinyaptimi? Mana tolalar mana shu mana. Mana shu tolalar uchun moy mana. Qo'limda ko'rilayotgan bo'lsa. Tortilish oqibatida moyi chiqib ketadi-da, keyin katta kabelni ichidan tola sinib ketadi. Yo'qsa mana shu tola yozda erib osiladi, qishda tortiladi. Shuni orqasidan zo'riqish bo'ladi-da. Zo'riqish natijasida xonadon abonent uyiga boruvchi, abonent uyiga qaytuvchi signalni chastotasi, me'yoriy darajasi oshib ketadi. O'sha tola slobodniy turishi kerak. Bu mandaqa kuch bilan tortilib turadi. Shuni orqasida keyin internet sifati yo'qolib, abonent uyida tezligi pasayadi hamda qizil yonib qoladi.